bitta shu abo'yi ko'rmasangiz bo'lmaydi. Shaxsan o'zimga yoqdi, qarang. Gullarni naqani bering. Вообще noodatiy dizaynda. 500 ming deb o'ylayotgandim. Narxi arzon ekan. Mana obunachilar uchun narxini oxirida aytaman. Bitta bunisini ko'ring. Qarang, gullarni, zarlarni qarang. Yorishdi. Gap bo'lishi mumkin emas, o'zimga yoqib ketadi. Bunisi-chi, bunisi nima deyapti? Mana buni qarang. O'zingizga yoqqanini tanlab olsangiz bo'ladi. Sizga qaysi biri yoqdi ayting? Qarang, bumi, qaysi biri yoqdi? Narxlari qizig'i, narxlari bor yo'g'i bitta rulni 29 ming. Shartta Instagramga paqqeta obuna bo'lib qo'yasiz, bo'ldi. Videodagi nomerni yozib qoldiraman. Qaysi biri yoqqan bo'lsangiz xarid qilsangiz bo'ladi. Bitta rulni 10 metr bo'ladi, 129 ming so'm, ha? Xo'p, joylashgan joyligi panelli gumbaz bozor. Seyli birinchi do'kon bo'ladi. Men nomdan kelsanglar, shu aboylarni 129 mingdan xarid qilasiz. Bitta ko'ring yana. O'zimga yoqib ketyapti. Gullari, istiklarni qarang. Biriga kelsa kerak, bundoq qilsak ham bo'ladi. Yaqinlashtirib olsak ham bo'ladi. Qarang, cho'tkiligini. Yorib yuborasizmi deyman deb bitta xarid qilishcha. Endi suvdan yorib yuboringlar. 129 mingga tushirib qo'ydim. Bosib yuboringlar.